oladi hammasiga. Ko'chada qolmaydi bu qo'ylar. Oladi hamma. Просто haligi nasibga endi to'g'ri. Ma'qul kelsa mana ekan. Bir pachka pul beraman, 15 ta olaman talla. Bo'ladimi? Yo'q. Mana ekan, martman bera olaysizmi? Yo'q. Qanchadan tushadi ham men hisoblaganim ham yo'q. 9 milliondan bering, ana oling. 15 ta talla ol. 9 milliondan har dar bor ba. Men sizga yolg'on gapirganim yo'q aka, 10 tasini ham berganim yo'q. Yo'q, endi shuncha meni ham tushunib, shuni ustidan Assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, qadrli obunachilar, bizni muntazam kuzatib o'tgan obunachilar, xudo xolasa bugun video semminarimiz Namangan viloyati Namangan tumani o'sha arzonchi optimchi deb nomlangan teparoq ishlarni olib boryapmiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylardan mana so'ragan aka-ukalarimizga, qidirgan aka-ukalarimizga yaxshi zo'r variantlarga keldi. Akalar bugun hafta kunimizga shanba 10-yanvar 2026-yil o'zimiz ukamiz Abdulaziz olib kelgan ekanlar shu qo'ylarni. Xudo xolasa buni ma'lumotini ro'yxatga berdilar. Abdulaziz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling Murodjon aka. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugunga yana yangi partiyalarimiz yetib keldi. Videoni oxirigacha o'tkazmay ko'rib turinglar. Narxlarni arzon qo'yib beramiz bugun. Narxlarni sindirib berasiz. Xudo xolasa aka. Mana obunachilar, bu yerda ko'rasizlar, xudo xolasa naq bo'g'ozlardan keldi. Xudo xolasa mana sizlarga talab istaklarga ko'ra yana bo'g'oz qo'ylarni qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolasa qiziq bo'ladi. Abdulaziz bugun ikki partiya qo'yganmizmi yoki bir partiya? 3 partiya qo'yamiz. Ha. Xudo xolasa qo'ylarimiz yengil keldi, yengil narxlarda qo'yib beramiz aka. Zo'rlardan kelgan. Mana obunachilar. Mana bu qo'y chiroyli ekan. Abdulaziz mana shu qo'yni tushangchi. Mana buni. Hamma qiziqtiradi qattiq mas qo'ysa. Ko'zimizga boshqa ko'rindi. Ha, qo'ydi ko'ring. Mana. Mana yelimlar ko'chib qolgan. Mana yuzlarini ko'ring. Yuzlari oq. Eng qiziqtiradi mana buni aka mana. Bir yosh varianti ekan. Ikki tish qo'yimiz mana. Birinchi qoringa bo'g'oz aka mana. Birinchi qoringa akalar yuma ko'rasizlar, xudo xolasa hamma turidan bor ekan. Bir qator sizlarga ko'rsatamiz qo'ldan kelgancha. Qo'ylar yurishtirishi xorasangan. Xudo xolasa hammasi chiroyli. Yaxshi variantidan. Abdulaziz, xudo xolasa buni bo'ylarini nechaga beramiz? Bo'ylari 80 plus minusga olishaveradi aka. 80 plus minusga olishaveradi. Ha. Xudo xolasa nechinchi qoringa bo'g'oz bular? Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz aka. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa. Nima tish to'kilib ketgani yo'q? Yo'q, qarisi yo'q. Xotirjam kelib, ha, ko'rib olishaveradi. Mana o'rta yoshi mana. Mana shu qo'ylar. 2 tishi ham bor, 4 tishi ham bor mana. Qo'ylarimiz shu 6-sini chiqaryapti mana. 4 ta ekan. Mana, ha, bu 4 tadan 6 taga o'tadi. 6 tishi bo'ladi mana shu qo'ylar. Mana, obunachilar. Akalar ko'rasizlar, xudo xolasa. Velikkan qo'ylar mana. Uzunligi. Taylari ham bilib qoldi o'zi qo'ylar, ancha to'g'rishiga qoldi. Yaxshi variantlardan. Obunachilar, pasal nimalarga aloqa qilib ko'rasiz, xudo xolasa ishlarni deb berishadi. Mana, yemlari o'chib qolgan. Juda yaxshi yosh variantdir. Bu partiyamizga necha dona? Bu yerda 22 dona. 22 dona. 23 dona beyda. 23 dona. 23 dona. Narxlarni xudo xolasa sindirib berasiz. Yaxshi o'ylab. Narxlarni arzon qo'yib beramiz, xudo xolasa. Mana. Qiziqqanlar pasal nimalarga aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Yil 12 oy bu yerda qo'y uzilmaydi. So'rasalar takroriy video ham qilib berishadi. Narxini qanchadan qilib berasiz endi? Buni narxini aka, xudo xolasa bir joyga olsa hammasini 6 million 600 mingdan Samarqandgacha dastlabkasi bor ichida ketaveradi. 6 million 600 mingdan bir joyga olgan obunachimizga qilib berishar ekan. Xudo xolasa xayri bormi buni? Ha, xayrini qilib beramiz aka. Telefon bilan aloqa chiqish olsin, hammasini oldim degan odamga yana o'tib beramiz. Yana o'tib berasiz. Ha. Bonusi ham bor ichida. Ha, bonusini ham qilib beramiz. Xo'p, xayrini oldim degan odamga bitta qo'y bekarga boradi, o'zim qo'shib beraman. Ha, o'zingiz qo'shib Ha, berasiz. 24-qo'y bekarga boradi. Mana obunachilar. O'rtaga bitta bonus. Ularga e'tibor bermaysizlar, akalar bu yerda. Xo'p. Abdulaziz, xayrini, realni xayrini telefonda aytib ketasizmi yo telefonni qilishsa o'zingiz gaplashib olasizmi? Telefon qilsa o'tib beraman aka. Ha, o'tib berasiz o'zingiz. Hammasini olgan odamga, bir joyga olgan odamga bitta xayriga bitta qo'y bonus qilib beraman deyaptilar. Xudo xolasa. Shoshilib aloqa chiqarasizlar, kimga yoqsa. Xo'p, akalar, bizning xayoldan qochgan bir ma'lumotlar bo'lsa, pastda nomerlarga bemalol aloqa chiqarasizlar. Bemalol to'liq ma'lumotlarni Telegram yoki WhatsAppdan olaverasizlar. So'rab.
Akalar biz endi keyingi partiya. Obunachilar, bizda ikkinchi partiya. Xudo xolasa, bular ham naq bo'g'ozlar ekan. Bir qator ko'rasizlar. Xudo xolasa bu yerda ham yaxshi variantlar. Ozgina ekan. Ablas, ikkinchi partiyamizga necha dona? Bu yerda aka 8 dona. 8 dona. Ha, narigilardan qolishmaydi bular ham. Prosta ko'p qo'yga xardor kam aka. Bizga 8 ta kerak, 6 ta kerak deysa, addin video qilib bersangiz bo'lmayapti. Mana shu addin video qilib chiqarib beryapman aka. Yakka mana. Mana 8 ta bir ko'rishadi. Yoqqa obunachini bitta obunachini sotamiz, xudo xolasa. Mana badam gullari bor ekan. Mana ko'sh qaytarib turibdi. Qo'ylar zo'r aka. Bo'ylari ham 80 plus aka bular. 80 plusga beraverasiz bo'ylari. Bo'ylari zo'r aka. Mana buni ushlangchi. Mana buni. Mana shuni ushlang. Ushlangchi. Mana obunachilar. Mana ishlari. Orqasini ko'rsating. Tagini ham ko'rsating. Eng kichkina qo'yimiz tagini ko'rsatyapsiz har videoda, ko'ryapsizlar. Yilni ko'chib qolgan. Xudo xolasa, naq bo'g'ozlari ekan. Bo'ldi, qo'yavering. Xudo xolasa tug'ishga kelib qoldi aka qo'ylar o'zi. Mana mehr berib bossalaring, xudo xolasa keyingi yiliga yana o'zlaridan ko'payib, xudo xolasa yaxshi daromad orttirasizlar. Xudo xolasa mana yaxshi o'ynab turgan mana yebishlari joyida, chiroyli qo'ylar mana. Xudo xolasa bu yerda yomoni yo'q. Xo'p, buni ham dastlabkilarini Ha, Samarqandga qilib berasiz. Bizda aytgan joylarga chopib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Telefon qilishaveradi bemalol. Bo'ldi. Xorazmdan, Buxorodan juda ko'p telefon qilishyapti. Bemalol aloqa chiqarib ishlarini bitirib beramiz. Xo'p, yebishlari ham sizlarda o'tdi. Ha, bemalol muammosi yo'q yebichlarlardan aka. Yebishlari ham mana muammosi yo'q, bir haftasini o'rakansizlar. Xo'p, narxlarni endi sindirib berasiz buni. Narxlarni aka narigindan kam yo'q. Ha. Qo'ylarni, tushunaverim. Mana bir xil narigilarni, birinchi partiyani prosta bo'lib qo'yyapmiz. Mana partiyasiga sal arzon chiqaray, bularni 6,5 milliondan beraman. 6,5 million. Ha, 100 mingni o'tib beraman narigidan. 6,5 million so'mdan mana o'sha qo'ylarda hech qanday kam joyi yo'q. Obunachilar, ko'rasizlar. Xolasa ishlarini yana tugatishadi. Xo'p, xayri bormi? Xayrini qilib berasizmi? Xayrini qilib beramiz. Telefon qilib aloqa chiqsin. Ha, telefonda bitirasiz. Ha, telefonda bitiramiz. Lekin xayri bor. Xayri bor aka. Bo'ldi. Telefon qilgan odamga xayri bor ekan. Xo'p. Samarqandgacha yetkazib berar ekanlar. Undan u yoqqa bo'lsa, kelishilgan holatda yetkazib berar ekanlar. Xudo xolasa qo'yiladi. Bir qator yana bir ko'rsatamiz. Bundan keyin oxirgi so'nggi partiyamizga o'tamiz. Mana bu yerda xaridorlar ham kelishgan. Xudo xolasa bu yerda ham qo'ylar baraka bo'lyapti. Xo'p. Esdan chiqqan gaplar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Sizlarga ma'lumot berishadi. Bizda akalar oxirgi so'nggi partiya. Qanchadan baraka bo'ldi? Ha? 6 million 625. 6 million 625 dan baraka bo'ldi. To'xtab turing. O'g'anga ham, sotganga ham. Shopir men nomimdan dastlab Akalar, ukalar, bizda so'nggi partiya. Mana kim egizchi qidirgan bo'lsa, mana egizchidan zo'r varianti. Abdulaziz? Birodarga mana, ha, egizakni ham bitta zo'ridan ko'p qo'ydim aka. Uni bollari qanaqa? Bollari mosarig'i so'liq aka. Qorasi qo'chqor. Biri qo'chqor, biri so'liq. Qo'chqor, biri so'liq mana. Biri qo'chqor, biri so'liq. Mana juda chiroyli. Ushab tur, endi ushab tur, tishini ko'rsatgin ahini. Mana. Tishini ko'rib. Ishlari marjon aka mana. 4 tish qo'y. Mana. Bo'ldi. Xo'p, bo'y nechaga beramiz buni? Enasini bo'yi 80 aka. Enasini bo'yi 80. Ha. Bollari endi mana shu qo'ylar, buni o'lchamadik bollarni danga. Bo'ldi. Qo'y ber. Xo'p, xudo xolasa buni yebishlar sinovdan o'tgan. Yebishlariga aka sinov yana bir hafta sinov olishaveradi. Yana bir hafta sinov olishaveradi. Buni aka sotgan egasi onasi yana qochdi dedi, bo'g'ozdi deydi. Ha, bo'g'oz bo'lishi mumkin. Ha, yana bo'g'ozdi egasi. Mana bunachilar, bu Yangi yerda ko'rasizlar. egasi, enasi yana. Egiz chiqdirgan yaqinlaringga jo'natib qo'yasizlar. Ha, bu videoda. Xolasa tug'ib bersa mana 3 ta qo'ylari 5 ta bo'ladi siraz aka. 5 ta bo'ladi. Ha. Ha, qonda bo'lsa mana bo'g'ozlarga yillik qilyaptilar. Xudo xolasa naq bo'g'oz hali. Ha, xudo xolasa baraka topasizlar. Bunachilar. Xo'p, buni ham dastlabkilarni Samarqandgacha qilib berasiz. Samarqandgacha dastlabkilarni qilib beramiz aka. Samarqandgacha qilib berasiz. Yebishlar sinovdan o'tgan. Xo'p, bo'ylarni aytib o'tdik. Endi uyda cho'zilib ketyapti. Narxiga o'taylik sirazi. Buni narxi aka 12 million 500 ming bo'lsa, Samarqandgacha dastlabki asbob ketaveradi. 12 million 500 mingga
Samarqandgacha dastavkalari o'zlarini bo'yinida ketaverar ekan. Qadrli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar pastlarning milliga. Xayri bormi? Xayrini qilib beramiz. Telefon qilib aloqa chiqsin. Bo'ldi. Telefon qilib so'ragan odamlarga xayrini qilib berar ekanlar, xudo xolasa. Xo'p, videolarimiz yoqqaniga umiddamiz. Akalar, ukalar, hammalaringga, savolalaringga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr va sog' salomat bo'ling.